Xo'ja aka, hormang. Salomat bo'l, ukam. Oshlarni bugun damlab oldingiz. Buni olsa. Deg olsa. Guruchlarimiz qanaqa aka? Guruch yaxshi. Xolos. Yetilishlari, suv ko'tarishlari. Mana guruch ukam. Oshpaz sifatida o'zingizni xolis fikringizni ayting. Lekin guruch zo'r. Uncha bunaqa guruch kelmaydi. Red keladi, yaxshi guruch qoldi lekin. Ko'z tegmasin. Odamlarga bemalol xalqqa tavsiya qilsak bo'ladi-a? Ha, albatta. Professional misol uchun oshpazga ham bemalol damlasa baraka topadigan guruch ekan lekin. Xudo xolisa yaxshi uyaltirmadi. Inshaalloh hamisha yuzimiz yorug' bo'lsa, avvalambor Allohdan buni yetishtirganligiga ham rahmat, buni olib kelganligiga, sotganligiga rahmat, buni pishirganligiga ham rahmat aytamiz. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Guruch lekin sifati zo'r. Mana misol uchun xohlasang, yaqinroqdan olsang ham bo'ladi. Ukam, guruch mana yetilganini qara, dona-dona. Uncha joyda bunaqa guruchlar yo'q lekin. Demak, Agar yaxshi chiqmasa, men hayotda bu gapni videoga qarab aytmasdim. Xudo xolisa javob deydigan darajada go'zal. Guruch Bazar jamoasiga omad tilab qolamiz. Reklama o'qib ketyapti hali. Ha. Ishlarni xudo rivojini bersin. Hammalar